ketdim shu rasvodan bir intervyu olib kelay. Assalomu alaykum Bekitog'a rasvo. Yaxshimisiz? Nima deganingiz bu? Yaxshi yigit, rasvo deysiz? Tog'ajon, qarang, bizani qishloqqa qiziqchilarni, so'z ustalarini rasvolar deydi. Shivalaringiz qursin. Yaxshimisizlar? Bayram muborak bo'lsin hammalaringizga. Bekitog'a, sizdan intervyu olsak maylimi? Mayli. Sizlar tomonda rasvolar ko'pmi? Ish qilib bor, uncha ko'p. Yo'q, ish qilib bor. Ayol rasvolar bormi? Yo'q. Hamma erkaklar rasvo bizada. Bekitog'a. Qarangda, men ham sizga o'xshab rasvo bo'lmoqchiman-da. Shu sizga shogird tutsam, qancha vaqtda rasvo bo'laman? Menga qo'shilib yursang, bir 2 kunga mendan battar rasvo bo'lasan, o'rgilay. Qadrli teletomoshabinlar, intervyuimiz mahalla telekanalidan bo'ladigan sababli sizlarga yoqdi degan umiddaman. Xayr, Bekitog'a rasvo, sog' bo'ling, men ketdim. Yoshlar chatog'da seni Toshkentga shogird qilib ketay, rasvongni chiqaraman.